Assalomu alaykum hammaga. Muhammad Hoshim mahallasi fuqarolariga bugun biz 43-maktabga syomka qilgani kelgandik va bir ikkita narsalarga ko'zimiz tushdi. Ya'ni shu bu yerda mahalla bor ekan, ko'cha bor ekan va aytishlaricha qishda bu yer juda ham loy bo'lib ketar ekan va shu yerda o'qiydigan jajji o'quvchilarni o'tishiga juda ham qiyinchilik bo'lar ekan. Loy yog'in sochinda juda ham o'tib bo'lmaydigan bo'lib ketar ekan. Shuning uchun agar Muhammad Hoshimdek odamlar bir ehson qilib yoki hashar yo'li bilan qilish niyatida bo'lgan odamlar bo'lsa, masalan, kelib shu yerda to'g'irlashga hashar boshlashibdi. Mana ustakalarimiz o'zi ishlayapti ekan. Xudo xolasa, agar niyatinglar bo'lsa, kelib o'zinglar ishtirok etib, shu yerdagi bolajonlar uchun yaxshi sharoit yaratishga ajoyib imkoniyat bor. O'zingizlarni hissanglarni qo'shsanglar bo'ladi. Xullas, bemalol kelib shu akalarimizga uchrashsanglar bo'laveradi. Menimcha juda ham savobli ish o'zimizni farzandlar uchun, shu yerdagi bolajonlar uchun.